Bugun sizlar bilan Chilonzor uchun noodatiy uslub bo'lgan modern minimalizm uslubda jihozlangan va ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz Chilonzor 26-kvartalda Uchtepa Avenue Novostroy uyimizda joylashgan bo'ladi. Glavniy eshikdan kirib kelish, koridorimiz, stroyniy shkaflarimiz bor bu yoqda, kartinkalar ko'rib turibsizlar. Uyimiz bu yerda esa mehmonxona qismi bo'ladi. Ovqatlanish uchun stol, yumshoq mebellari, divanli zona va TV zonalari bilan birgalikda uyimizda barcha maishiy texnika jihozlari Sevintage brendidan qo'yilgan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirganligi sababli oshxonamiz surilib ochiladigan eshiklar bilan studiya formatida qilingan bo'ladi. Ko'rib turganinglardek bu yoqda ham kerakli barcha mebel va texnikalar Sevintage brendidan jihozlangan bo'ladi. Uyimiz 9 qavatli binoning 5-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 50 metr kvadratdan iborat. Bu yoqda esa spalni qismimiz bo'ladi. Ko'rib turganinglardek uyimizda ijaraga berib ham bemalol har oy 700-800 AQSh dollardan daromad olsangiz bo'ladi. Sanuzorimiz birgalikda joylashgan. Bu yoqda esa bolalar xonasi joylashgan bo'ladi. Bolalaringiz uchun va dars qilish uchun stollar va shkaflarimiz mavjud. Ko'rib turganinglardek bu yoqda ham kartinkalar. Ta'mirga mehr va pul ayalmagan ushbu uyimizni mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor 26-kvartal Uchtepa Nalogiga yetmasdan chap qo'ldagi Novostroykalardagi joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 79.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.